Akaganam siz o'zi tutdingizmi? Iftorlik vaqtiga yaqin qolganda nimalar qilyapsiz? Otangiz tengi, amakingiz tengi, ukangiz tengi, xullas hamma hamyurtlaringiz dilini qanaqa ortib qo'yibsiz. Bu iftorlikni bitta dona suv bilan ham hal qilsak bo'ladi. Mashinaga bir dona suv tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Shefim, 5 minut kechga qolib boring, 5 minut. Yo'l bermay, baqir-chaqir qilib, signallar chalib, qaramaysanmi? Hammamiz shoshamiz, hammamiz. Shoshmaydigan odam o'zi qolmadi bu O'zbekistonda. Nimalar o'zgarib ketadi bu 5 minutda akaganam. Chiroyli qilayotgan amalimizni oxirigacha qilib qo'yaylik. Tamom. O'tib ketmoqchimi? Qo'yib yuboring. Maza qilsin, o'tib ketsin. Yo'l berib yuborish kerakmi? Voy baraka top deb ketsin. Sizdan nima qoladi? Ayniqsa bunaqa kunlarda nima qilyapti? O'tib ketishsin, aka. Qo'yavering. Zato o'zingiz maza qilib ketasiz. O'zingiz maza qilib ketasiz, xotirjam ketasiz. Niyada anitdik hech kimni dilini ortib qo'ymadimmikan degan savollarsiz ketasiz. Shopir akalarim ichingizda kam foizli o'zgarmaydigan taksi park qidirayotganlarga o'zimizning taksi parkimizni taklif qilamiz. Uzcomfort, ulanishlar oson, onlayn 1% da bemalol oxirgacha ishlayverasiz. O'zgarmaydi, ko'tarilmaydi. Iftorlik paytida hammamiz tinch uyimizga yetib olishimiz uchun mana shu videoga like bosib tarqatib qo'ying.